Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mushaqtonlar xayrlik bo'lsin. Biz bugungi darsimizda Alma va yoki Android telefon farq qilmasdan telefonimizning kamerasini kompyuter kamerasi qilib ishlatishni ko'rib chiqamiz. Oldi bilan Google ga chiqib Arion webcam deb mana birinchisini ochamiz. Ochgandan keyin uni organ to'rbetiga chiqamiz. Chiqqandan keyin qaraydigan bo'lsanglar Alma phone Android Bundan keyin Windows, Mac, Ubuntu. Mushu sistemalarga, mushu suplarga mos keldi. Oldi bilan biz telefonimiz bilan kompyuterni shu holatga ulash uchun kompyuterga bu programmani tushirishimiz kerak. Bundan keyin desktop yani ustal ustiga tushirdim. Buni qachalaymiz kompyuterga. Keyingi qadam. Bundan keyin buni boshlataylik. Mana şekilde çıkdı. Bundan keyin biz telefonimiz Android bo'lsa, Google Play, Alma bo'lsa App Store'ga kirib, shu applarni tushiramiz mana. Ikkilasining applari bor, haqsiz. Buni tushirib qachilgandan keyin kompyuter va telefonimiz o'xshash bir Wi-Fi ulanish kerak. O'xshash Wi-Fi ulangan vaqtda Aldınqı dərsimiz sözlüğünümüz boyunca 2.4 və 5.0 o'xshash ikki xil tip batdi. 5.0 tipli Wi-Fi-ninki surati texim tez edi. Aldınqı dərsimizdə bu şəkildə sözlügən. Şunlaşqa telefonimizni 5.0 tipli Wi-Fi-ga ulab, kompyuterimizni o'xshash şəkildə shu torga ulaqlıq. Qaraydan bolsanglar, kompyuter nusxasininki mana şəkildə ichiladi. Men bu yoqqa elib, hamda biz birlikda telefonimizni ochaylik. Telefon appini ichida ilgari eskartib qo'ysam, telefonimiz 5.0 tipli Wi-Fi-ga, kompyuterimiz bo'lsa simliq torga ulaqlıq. Bundan keyin açaylik. Açsaq. iPhone X'ning kamerasi 4K ni qo'llaganligi uchun mana shekilli 4K tanlandi. Tanlangan ahvol ostidami? Qaraydigan bo'lsak. Ko'rayotganlaridek bu şekilde ichildi. Biz buni o'chirmaytib turaylik. Biz birlikda kamerani Skype'ga ishlatib ko'rib boqaylik. Mana. Endi biz buni bosgandan keyin mavi avtomatik tanlanib qolib qolsa, mana shekilli g'oya bo'lib qoldi. Shunlashqa buni tanlamaymiz. Bilmasam, yana o'zi Arion webcam bo'lish kerak. Boshlataylik. Boshlatgandan keyin mana shekilda ichildi mana. Agar kamera tartib bo'lib qolsa, mana yerga kamerani belgisini besish orqali to'g'rilasanglar bo'ldi. Hozir o'zida meninkida to'g'ri, normal bir shaklda mana davomlashyotadi. Bu detal munosabatli butun tushirish adreslari mazkur videoning izoh qismida va aşağıda yechib tushirasanglar bo'ladi. Bundan sonra darsimiz mushachi bo'lsin. Texim ko'p qarindoshlarning foydalanish uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni, texim yaxshi bo'lgan darslarni ishlay olishimiz uchun qonunimizga ergashishlar bilan birga darslarimizga bosh barmoq bosish orqali yoqtirishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.